Assalomu alaykum o'rtoqlar. O'rtoqlar, antiradar, ya'ni radar detektorlar haqida qisqagina video. Tak, mana ko'rib turganingiz radar detektor. Joyimda turibman. 1 2 1 tezlik ko'rsatyapti. 0 ham bo'ladi mana. Bu nimani indikatori? Bu GPS tizimini ishlash sifatini indikatori bo'ladi. Ya'ni sizlarda ham shunaqa bo'layotgan bo'lsa, demak, radar detektoringizda qanaqadir GPS tizimida muammo bo'lyapti. Yoki qayerdandir pomexa shum ilyapti yoki bo'lmasa Sputnikdan to'g'ridan-to'g'ri radio to'lqini unga yetib kelishida yo'lda qanaqadir baryerlar bor. Masalan, ko'pchilik tomni tagiga qo'yadi. Salqinroq bo'lish uchun aynan mana bu joyga qo'yishadi. Mana shu joyga. Ko'rib turganingiz mana tomni ana 7700 model bor. O'shani mana shu yerga qo'ysa, tepasida GPS antennasi bo'ladi. O'sha antennasi tomni tagiga kirib qoladi. Tomni tagiga kirib qolgandan keyin faqat oldingi lobovoi qismidan ko'rinayotgan osmondagi sputniklarni iladi. Tepadagi tomni tepasidan kelayotgan signallarni bittasini ham ko'rmaydi. O'sha hisobiga sputniklar miqdori kam bo'lgani uchun tezlikni ham noto'g'ri ko'rsatadi, qattaligingizni ham sal noto'g'ri aniqlab, boshqa yo'ldagi radarlarni aytib yuborishi mumkin. Sizga parallel bo'lgan yo'ldagi radarlarni aytib yuborishi mumkin, perpendikulyar bo'lgan yo'ldagi radarlarni aytib yuborishi mumkin, misol uchun. Tezligingizni umuman noto'g'ri aytib qo'yishi mumkin. То есть noto'g'ri orientatsiya qilib, misol uchun siz previshенияda bo'lmasangiz ham previshение снижатель скорости deb qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa nabarot previshенияda bo'lsangiz, sizni previshение qilayotganingizni bilmay qolib, sizni ogohlantirmasligi mumkin. Shuning uchun обязательно antiradar o'rnatayotganda tushunadigan odamlar bilan maslahatlashib, iloji boricha har xil elektronikadan uzoqroq qo'yish kerak. Libo elektronika hozirgi zamonda 98-99% elektronika asosan ichida impulsniy preobrazovatellar bo'ladi. Impulsniy preobrazovatelь nimaga bu yo'nalishga o'tishgan? Sababi impulsniy sxemada qizish kamayadi, ko'payadi. Lekin impulslar paydo bo'ladi. O'sha impulslar mana bunaqa radio чувствительный приborlar uchun juda ham нежелательный narsa hisoblanadi. Shuning uchun liboy elektronniy pribordan uzoqroq qo'ygan yaxshi. Ayniqsa mana bunaqa joyda video registratori borlar, umuman yetga qo'ymanglar. Eng zo'r joy o'zi mana bu o'rta to'g'riga. Keyin mana bu yana bitta narsa, направленияsi maniki sal boshqaroq antiradar отдельный turadi. To'g'ri yo'lga qarab turish kerak направление. Chapga, o'ngga, tepaga, yerga emas, именно yo'lga, shu ani multiradarlar turadigan joyga qarash kerak. O'shanda multiradarlarning uchoqlarni vaqtliroq, aniqroq aytib bera oladi. Tak, manikida boshida mana tezlikni hozir 0 ga tushib oldi, ya'ni stabilni 0 ushlab turibdi. Hozir 1 2 imенно o'sha paytda oldim, sizlarga ko'rsatib berish uchun pomexa bo'layotganda nimalar bo'lishini. Men metroning tagida turibman. Imенно metro o'tayotgan paytida shunaqa pomexa bo'ladi bu yerda. Qatga qo'ygan taqdiringizda ham baribir pomexa bo'ladi, chunki metrodan chiqadi u pomexa. Shunisi ham bor o'rtoqlar. Har xil joyda GPS tizimi har xil ishlaydi. Masalan, bir xil joylar bor, qo'riqlanadigan joylar, ayniqsa yo'da REP ishlaydi. REP degani radio elektronniy противодействие. Ya'ni dronlar har xil, o'zi uchuvchi har xil moslamalar, shularga qarshi REP ishlaydi. Ularda GPS tizimi ishlamasligi uchun shunaqa narsa qo'yishadi. Shu yerda GPS glушилка deydi. Ana o'sha narsalar bo'lishi mumkin. Shunaqa bir xil joylarda mana shunaqa narsa bo'ladi. Keyin tunnellarda bilasizlar ishlamaydi. Baland tog'larning orasida ham yaxshi ishlamasligi mumkin. Bunga hammasi shu osmondagi sputniklardan kelayotgan signallarni yaxshi yetib kelmayotgani sabab bo'ladi. GPS tizim shu sputniklardan kelayotgan signallarga asoslanib qattaligingizni aniqlaydi. Shu signallar yaxshi kelmasa, aniqlolmaydi yoki xato bilan aniqlaydi. Shu o'rtoqlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.